Ana endi haqiqiy o'yin boshlanyapti. Tramp va Putinning orasi buzilayotgandek. Endi hammasi Rossiyaga bog'liq. Metan zapravka muammosi deyarli hal bo'ldi. Xitoyliklar mojarosi hali hamon el og'zidagi bir masala. Ozoda Nursaidovaning klipidan so'ng nogiron bo'lgan qiz haqida ham gaplashdik. Bizda shundoq ham muammolar ko'p. Kecha tugamagandi, bugun ham tugamaydi. Shunday ekan, bugun Yevropadagi mojarolar bilan biroz bo'lishamiz. Ochiqchasi Rossiya Ukraina urushidagi so'nggi tafsilotlar biroz hayratlanarli. Chunki bugungacha Tramp doim Putin tarafda bo'ldi. Ukraina yolg'iz Yevropadan yordam so'rab yurgandi. Endi esa Ukraina salkam Rossiya qo'lida deyish mumkin. Chunki u chekinyapti. Nazarimizda bunga boshqa yechim ham yo'q. Chunki Rossiya Sujaga yurish qildi. Endi Kurskni ushlab qolish qiyin masala. Bu hujumda yaralanganlar, jabrdiydalar, qurbonlar bor. Ana endi haqiqiy o'yin boshlanyapti. Chunki to'p Rossiya qo'lida ekanligini Amerika prezidenti Donald Tramp ham tan oldi. Lekin endi Tramp va Putinning orasi buzilayotgandek. Tramp namoyishda agar xohlasam Rossiyani ham qulatishim mumkin. Moddiy tarafdan ham uni sindirishim sir emas, lekin buni qilishni xohlamasdim. Tramp nega xavotirda? Chunki Ukraina unga ham kerak edi. U Ukrainada qarzlari evaziga yer so'ragandi. Asta-sekin Ukraina Rossiyaga o'tgan sari hayot ham Rossiyaga yaqinlashayotganidan xavotir olishi tabiiy hol. Chunki Rossiyaning oxirgi bosqinlari Ukrainani chekinishga, Rossiya sulhiga ko'nishga majburlashi mumkin. Endi hammasi Rossiyaga bog'liq. Kursk Rossiyaning o'zining tuprog'i va u Ukraina tomonidan ishg'ol ostida. Shunday bo'lishiga qaramay, Rossiya bemalol Ukrainaga yurish qila olyapti va Kurskga boshlangan hujumlardan beri Putin birinchi marta Kursk viloyatiga bordi. Yana mana shunday formada. Ha, bu nimani anglatadi? CNN Turk platformasida tahlilchilar taxminiga ko'ra bu Putindan ham Amerikaga ham dunyoga shunday ishora. Kursk mening viloyatim va u men uchun qizil chegara. Uni qo'limga to'liq qaytarib olmasdan o'z stolimga o'tirmayman. Ha, bu yurishni har kim har xil tushunyapti. Putinning bunday formada ishg'ol etilayotgan hududiga borishi haqiqatdan nimani anglatadi? Bilasiz, eng boshidan beri ham Putin nimani o'ylashini ochiq-oydin bildirmaydi. Masalan, dunyoning kutgan 30 kunlik shartnomasiga Zelenskiy ko'ndi. Amerika ham o'z hayotini tuzdi, lekin Putinchi hamma uning ko'nishini kutayotgan bir paytda Putindan ushbu yurishni ko'rdik. So'nggi daqiqagacha ham Putinning nimani xohlayotganini hech kim bilmaydi. Chunki u hali bu urushdan istaganini olmaganini bildirgan. Tramp esa uni sulhga ko'ndirmoqchi, aks holda esa turli tahdidga o'xshagan fikrlari bugun omma og'zida. Tramp Rossiyaga istagan yomonligini qila oladi, lekin buni xohlamayapti. U tinchgina shu sulhni tuzishni maqsad qilgan. Rossiya Ukraina urushidagi so'nggi tafsilotlar bo'yicha bizda hozircha shular. Demokrat.uz'ni kuzatishda davom eting.